Birinchi saboqimiz oyoq zarbalar. Oyoq zarbalarida qaysi zarba uchun necha ball berishini va qaysi holatda ball berilmasligini men sizlarga ko'rsatib o'taman. Avvalambor to'g'ri ustida turishimiz kerak. Har bitta zarba aniq o'z joyiga tegish kerak. Birinchi zarba low kick. Tashqarisiga, low kick. Tashqarisiga. Bu holatda faqat 1 ball beriladi. Ikkinchi zarba korpusga ishlanadi. Maya geri. Maya geri. Mamasha jigarga. Mamasha jigarga. Razorot. Yo'qqa geri. Shular tizza. Har bitta korpusga oyoq bilan zarba berilganda har bitta zarbaga 2 balldan beriladi. Qaysi holatda ball berilmaydi? Masalan, sportchi mana nazorat qilyapti, qo'lim ushlayapti, ko'ryapsizlar. Shu holatda men unga tizzaga korpusiga zarba bersam, bu holatda referi hakamlar ball berilmaydi. Agar bu holatda bo'lsa, sportchini raqibni men nazorat qilyapman va korpusga tizza bilan uryapman. Shu holatda ball olishi mumkin. 2 ball beriladi. Stolgida turganda eng katta ball oyoqda bu boshga mamasha geri zarbasida olinadi. Stolgida turibmiz. Bu zarba uchun 3 ball beriladi. Kallaga pankratyon traditsion yo'nalishida faqat mamasha zarbasi mumkin, qolgan zarbalar taqiqlangan. Qaysi zarbalar mumkin emas? Stolgida turgan holatda ichkariga low kick taqiqlangan, to'g'ridan beriladigan har qanday zarba tizzaga taqiqlangan. Tizzadan pastiga tepish taqiqlangan, ichkaridan tepish taqiqlangan hamda kallaga beriladigan barcha zarbalar mamashadan tashqari taqiqlangan. Sportchining orqa umurtqasiga yoki orqa miya qismiga oyoq bilan zarba berish taqiqlandi. Faqat low kick zarbasi mumkin. Pastechka. Shunaqa pastechkaga 1 ball beriladi. Bu holatda to'piqdan pastga tepish kerak. To'piqdan tepasiga berilsa, bunda ball berilmaydi. Raqibga tizza zarbasi klinch yoki turgan holatda tizzasiga, soniga urish mumkin emas. Kallasi qismiga tizza zarba berish mumkin emas. Parter holatda yotganda low kick zarbasi taqiqlangan. Low kick zarbasi taqiqlangan. Raqibning orqa qismiga tizza zarbasi taqiqlangan. Boshiga tizza zarbasi taqiqlangan. Mumkin emas.